Zor məğlubiyət. ئاپتورى زبىگنېۋ برېزنىسكى. 20-ci əsrdəki kommunizmның güllىنىشى və ھالاكىتى. 3-cü qism organның يەكلىشى. Növbətdəki dəhşətlik həqiqət kommunizmның Şərqi Avropadakı təqdirini düşünüşdəki həll qılğuç nöqtəsiga aylandı. Marksizm, Leninizm, imperiya күчләре арқылық bu rayonga import qilingan ta'limotni kuchaytdi. Bu ta'limotning hukmronligi madaniyat va hukmronlik qiling'uchi millat bilan qat'iy sig'isholmadi. Natijada Sharqiy Yevropa jamiyati kommunizmni yaklashga boshladi. Xuddi odam teni ko'chirilgan a'zoni yaklash hodisasiga o'xshash edi. Milliy kuchlar o'z jamiyatini Sovet ittifoqining aqidasidan qutuldirish uchun to'xtamay amal izladi. Sovet ittifoqi eng oxirida bu rayonning taqdirini kontrol qiladigan yangi amal topmoqchi bo'ldi. Organning yaklash jarayoni bu kurash davomida tamomlangan. Gerçi Marksizm eng baldur G'arbiy Yevropada barliqqa kelgan bo'lsa-mu, Әмма Rossiyaning sharqchi mustabid siyosiy madaniyati bilan birikib ketganlikdan Marksizmning dastlabki gumanizmlik mohiyati vahshiy va rayimsizlik o'zgardi. Stalin Sovet ittifoqicha kommunizmni majburlik bilan Sharqiy Yevropa davlatlariga ko'chirib kelganda, bir vaqtda Marksizm, Leninizm, Stalinizmni G'arbiy Yevropa madaniyati, dini va idroklik an'anasi bilan zo'r darajada berkib ketgan jamiyatga yo'tkab bordi. Natijada Sharqiy Yevropadagi Sovet imperiyasi imperiya tarixida tangdoshsiz bo'lib qoldi. Beqindi xalqlar hukmronlik qilg'uchi davlatning madaniyatda ustunligi yo'q deb qaraydi. Gerçi hukmronlik qilg'uchilarning madaniyat ustunligini oshkor e'tirof qilishni xohlamasa-mu, lekin bu ustunlik Rim imperiyasi, Buyuk Britaniya imperiyasi va Fransiya imperiyasining uzungacha davomlashishidagi hal qilg'uch bir omil edi. O'zaro selishtirganda Sharqiy Yevropadagi Sovet imperiyasi mayli to'g'ri yoki xato bo'lsin, madaniyatda qaloq davlatning iqimiga qarshi holda bo'ysundirgan zimin deb qaraldi. Şoňa Stalin Sovet ittifoqining hukmronligini Sharqiy Yevropaga majburlik bilan tengib 40 yildan keyinmi Sharqiy Yevropa kommunizm hukmronligidagi jamiyat yanala davolg'ib turdi. Lekin kommunizm ideologiyasi bu holatni o'zgartirishga bir mezgil urinib baqdi. Gerçi mutlaq ko'p qism Sharqiy Yevropaliklar Rossiyaliklarning hukmronligini madaniyatga chekinish deb qaradi. Әмма yana nurg'un kishilar kommunizm ta'limoti zamonaviylashtirish va sanoatlashtirishni tezlatishda yoshirin kuchi bor deb qardi. Ayni vaqtda Sovet ittifoqi kommunizm amaliyatining namunasi deb qaralatdi. Chunki ideologiya nazariyasi Sovet ittifoqini to'g'rashning to'g'riliqini isbotlashga ishiltilib qolmasdan balki yana Kreml sarayining hukmronligini ya'ni tarixiy taraqqiyotning ehtiyoji deb qaraldi. Qabul qilishning to'g'riliqini isbotlashga ishiltidi. Shunga Sovet ittifoqi namunasining mag'lub bo'lishi Sovet imperiyasining ziminiga halokatlik ofat keltirdi. Sovet ittifoqi imperiya birligining shartnomasi bo'lgan kommunizm ta'limotini yana ilgirlab ojizlashtirdi. Bir vaqtda ham sirtning hukmronligiga bo'lgan noroziligini kuchaytirdi. Kishilar buning mazkur rayonning jamiyat va madaniyat taraqqiyotining to'salg'usining manbasi ekanligini borgan siri his qilishga boshladi. Moskva mo yangi munosabat orqali imperiyaning birligini mustahkamlashning zarurligini cho'nqur his qildi. Aksicha barliq amallar
başqa millatlarning Kreml sarayının hakim mutlaq hükümranlıqıga bo'lgan kuchlik düşmanlashish kayfiyatini qo'zg'adi. Yaqinqi bir necha yilda Kreml sarayı Sharqiy Yevropa bilan harbiy va iqtisodiy munosabat o'rnatishga izchil urinib keldi. Kreml sarayı başqa ko'plagan davlatlarning armiyalarini Sovet İttifaqı Oliy qo'mondonlik shtabi rahbarligi ostiga elish orqali Varshava shartnomasiga a'zo davlatlarga bo'lgan kontrolligini kuchaytirdi. Shuning bilan birga Sovet İttifaqının islohotini yana ilgari surish uchun Gorbachev Sharqiy Yevropa davlatlaridan yangi texnika, mablag', hatto kasbiy emgak kuchlariga erishishga ahamiyat berdi. Bu aktiv tadbirlar birla vaqtda ham Moskvaning ideologiyani bo'g'ishning tadrijiy ojizlashayotganligini, Sharqiy Yevropa millatchiligining qad ko'tarayotganligini, Sovet Ittifoqining o'tmishdagi hayvasini yo'qotganligini bara-bara his qilib yetganligini, his qilayotganligini aks ettirib berdi. Oqibatda tirkishayotgan ikki xil kuch, Sovet imperiyasining Sharqiy Yevropadagi kuch ta'sir doirasiga ta'sir qildi. Bir tarafdan Sovet Ittifoqining ideologiya kontrolligidan qutulishdiki o'z-o'zini ozod qilish harakati imperiyaning bo'g'ishini ojizlatmoqchi, hatto bo'sib o'tmoqchi bo'ldi. Yana bir tarafdan Sovet İttifaqı harbiy va iqtisodiy bir gavdalashtirishni kuchaytirish uchun barliq kuchi bilan bu xil markazdan qochma kuchga zarba berdi. Oldingi ko'p qism Sharqiy Yevropa davlatlarining kommunizm gavdasini yəklishi, keyingisi Kreml sarayının xayrixohlik va taktikasiga davomli tayanib, Sharqiy Yevropaning iqtisodiy güllenişi va zamin bexatarligiga kapolatlik qilishdir. 8-bob ideologiyaning ko'chishi va taraqqiy qilishi. Sezislav Milosiz o'zining kishanlangan ideya degan tanliq asrda marksizm, leninizm ideyasining dastlabda Gitlerning ziyonkashligiga uchragan, keyin Stalin tarafidan ozod qilingan kommunist bo'lmagan Sharqiy Yevropaliklarga ko'rsatgan ta'sirini kuchining barcha ko'ptirib tashviq qildi. Stalin hokimiyati qiyniga patmay qolgan huquq va kuchini ko'rsatdi. Bunun bilan birga demokratik g'arb Sharqiy Yevropaning taqdiriga parvosiz pozitsiyasini ifodaladi. Bular yana Sovet İttifaqı elib berayotgan keng ko'lamlik jamiyat siniqiga qo'shilib, bu rayonda sovetlashtirishni amalga oshirish tarixning muqarrar yuzlanishi ekanligini kishiga texmo kuchlik his qildirdi. Taqdir xuddi Sharqiy Yevropaning kommunizmni qabul qilishi, hatto e'tiqod qilishini belgilab qo'ygandek edi. Kommunizmning sodiq muridlari bo'lgan, yangidan barliqqa kelgan kommunistik partiya huquqdorlari orasida ko'rilgan asabiylik yuqori pallaga yetdi. Ular o'zlarini tarixning eng oldida mengayotimiz deb qardi. 1948 yil 7-oyda Polshadagi eng asabiy stalinizmchi rahbarlarning biri Meysizlo Mokzar Polshada hokimiyat yurgizayotgan partiya markaziy komitetiga qattiq baqirab, noita ustalik bilan sodiq muridlarda umumyuzlik mavjud bo'lgan psixikani aks ettirib berdi. Bizdek partiya a'zolariga nisbatan Sovet İttifaqı bizning vatanimiz. Bugungi vatanimizning chegarasizligining nada ekanligini aniq aytib berishga amalsizman. Ehtimal bugun Berlindan olqib ketgan bo'lishi mumkin. Ata Gibraltarga yetib berishi mumkin dedi. Buningdan sirt kommunizm o'zgartishning bu rayonga dastlabda amaliy ahamiyatga ega ekanligini cho'qim e'tirof qilish kerak. Şoňa bu faqatla abstrakt ideologiyaning jalb qilish kuchi masalasi emas.
Şərqi Avropa uruş qalaymaqançılığıdan dəst durub, naitli səgəklik bilən şunu his qildi ki, Şərqi Avropa sanaat yüksək dərəcədə tərəqqi qılğan, Ғərbi Avropa və yaqındilla sanaatləşishni əməlgə aşırğan Stalin Rusiyası bilən seliştirganda bəkla arqada qalğan idi. Sovet İttifaqı məcburi yöləgən Kommunistik partiyanın hüquqdar əməldarları önümlük ictimai islahat bilən tez sürətdə tərəqqi qılğan sanaatni birləşdirishni, bolubmu dehqonlarga qaytadan terilg'i yer taqsimlashdek muhim masalalarni o'zlarining nishoni qilib bekitdi. Ular ağır sanaatda 20 yil ichida yetishib olish, ondan iqtisodiy yüksek dərəcədə tərəqqi qılğan Ғərbi Avropadan eşib ketishni bekitdi. Əməliyyatda ular dəstləbki basqışdıla sanaatning tez tərəqqi qilishini qo'lga keltirgan edi. Kommunistik partiyaning Şərqi Avropa hukmronligining birinchi 10 yili ham jamiyatda ezilgan kishilarning o'z o'rnini tez suratda yuqori ko'targan 10 yil bo'ldi. Bu ahvol ancha taraqqiy qilmagan davlatlarda texmi gavdilik, masalan, Ruminiya bilan Bolgariya, ammo Polsha bilan Vengriyada ahvol sal nachar. Bu davlatlarning hammasida zo'r sonda namrat yezi nupusi bor bo'lib, bir vaqtda az bir qism oshqun sanoat ishchilari bor edi. Bu ishchilar yangi hokimiyat tarafda turishni xohlaydi va orzu qiladi. Ularga nisbatan Kommunistik partiyaning hukmronligi tezlikda yuqori o'rlashning darvozasini ochib berdi. Yuqori o'rlashning hammasiga texmi ko'p tarbiyalanish fursatiga ega bo'lish hamda yangi huquqliq organlar, bo'libmi soqchi va armiyada xizmat qilish orqali erishgan. Gerçi ishchilar sinfining inqilobiy hokimiyatda vazifa o'tagan odamlari texmi ko'p bo'lsa-mu, Chexoslovakiya bilan Sharqiy Germaniya nisbatan kichik darajada shundoq edi. Kommunizm qurilishining dastlabki mezgilida yangi hukmdorlarga o'xshashlar davlat uchun tashabbus qilgan va kommunistning saxta ilm-fan, xam xiyollar tarafidan qaymoqtirilgan ziyolilarning qizg'inligini ishqa sola oladi. Dastlabki necha yilda yangi tartib, yangi davrdagi go'zal orzular, hayvatlik shahar, sanoat plani va ijtimoiy islohotdagi insonparvarlik nishoni tarafidan jalb qilingan yoshlarning qo'llashiga erishdi. O'tmishdagi xarobalar ustiga yangi jamiyat tartibi qurish tasavvuri Ikkinchi dunyo urushida yet kuchi azob chekkan, shundoqla reallikqa uyg'un ham ko'ngildagidek tarixiy taraqqiyot yo'nalishini izlayotgan kishilarning orzusiga haqiqatan mos kelgan edi. Yangi qurilgan Sharqiy Avropa Kompartiya hokimiyati garchi nihoyat cho'ng darajada Sovet ittifoqiga tayansa-mu, ammo qisman haqiqiy ijtimoiy asosi bor edi. Umumlashtirib aytganda, kommunizm eng dastlabda Chexoslovakiya va Vengriyada eng ko'p qo'llashga erishgan. Lekin Polshada ancha qo'llashga erishalmagan. Chexoslovakiya bilan Vengriya Sovet ittifoqi armiyasi kirishdan burunla dag'dug'liq kommunizm harakati qo'zg'agan. Bir vaqtda Rossiyaliklar bilan nihoyat qo'yiq an'anaviy munosabatni saqlab kelgan. Lekin Polshada sovetlashtirishni boyqut qilish milliy qizg'inlikqa nisbatan kuchlik hamda uzluksiz davomlashdi. Gerçi Kommunistik partiya ba'zilarning qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, ammo har qandaq joyda ko'p qism kishilarning qo'llashiga erishalmadi. Amaliyotda dastlabki bosqichda yangi hukmronlar butun zehniy kuchini davlat ichidagi siyosiy dushman kuchlarni tozalash va bostirishga qaratdi. Stalinning sinfiy kurashga aloqador ta'limoti yana sotsializm qurilishiga uda g'alabaga erishishga ergishib, texmi kaskinlashgan. Dialektik ta'limoti sinfiy kurash uqumini to'liqladi. Bu xil ta'limot butkul rayonda Stalinizm shaklidagi
terrorluq hökümranlıqni yürgüzüşnىڭ toğırlıqını ispatlashqa işiltildi. 1948 yıldan 1953 yılgacha bo'lgan vaqtdagi vaziyat intayin jiddiy bo'ldi. Bu mezgilda Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropada qattiq sovetlashtirish yurgizdi. Kommunistik partiya necha 10 minglagan kishiga o'lim jazosi berdi. Necha 100 ming kishini turmaga qamadi hamda ochiq sud ichish va keng ko'lamda tahdid silish harakati qildi. Stalinizmning terrorlik hukmronlik qilishi intayin rəhimsizlarcha bo'lib qolmasdan ba'zida ajoyib g'aroyib edi. 1986-yili Germaniya yozuvchisi Hans Henning Pezki Vengeriyadagi o'xshamagan siyosiy ko'zqarashdagilar nomli kitobini nashr qildirdi. Kitapda Vengeriyadagi o'xshamagan siyosiy ko'zqarashdagi faoliyatchilarning elib borgan xilma-xil faoliyatlar jarayonidagi shaxslarni ziyorat qilgan ahvollar yozilgan. Ularning ichida Laslo Rajik ismli birisi bor edi. U kommunistik partiya rahbarining o'g'li. Bu rahbar 1949 yilning o'ttirlarida qo'lga ilingan. Qattiq qiyin qistaqdan keyin majburiy holda ilgari Yahudi zionizmchiligining jasusi bo'lganligini iqror bo'lgan. Shu yilning oxirida darg'a esilgan. Uning o'g'li o'zining hayotiga aloqador bayonlari ba'zi shaxslar hamda byurokrat organlarning terrorlik hukmronligini qandaq ijtimoiy vosita qilib turib hamma yerda qalaymaqan ishlatganligini jonliq tasvirlab berdi. Dadisi qo'lga ilingan vaqtda kichik Rajik tug'ilganiga amdila 4 oy bo'lgan ekan. Shu vaqtda uning onasi bilan momisimi turmaga tashlangan ekan. Amdila tug'ilgan bovoq davlat tarafidan beqivilinib, Darıltamga apirib qo'yilibdi. Darıltamdagi bolalarning hammasi siyosiy jinoyatchilarning bolalari ekan. Dadisi Laslo Rajik darg'a esib o'ldirilganda, uning onasi uzun muddatli qamoqqa hukm qilingan ekan. Ammo bu hukm uning uyidagilarga uqtirilmagan. Şuna uning uyidagilar uning tirik yoki o'lganligini bilolmagan. Aloqador doirlarmi har qanday surishtirishga javob berishni rad qilgan. Uning hammasi balasining nomida davomliq sudga arz sungan. Gerçi u har xil saqchi organlarda necha soatlab saqlagan bo'lsa-mu, lekin yanada hech qanday javobga erisholmagan. Arz sunishdan erishgini dushmanlarcha pozitsiya va parvo qilmaslik bo'lgan. Stalin o'lgandan keyin uning hammasi maxfiy saqchilarning xabariga erishib, saqchi uni belgilagan vaqt va kunda Budapest shahrining ma'lum ko'chasida saqlashni aytadi. Bir azdan keyin hukumatning kichik mashinasi kelib, 4 yoshlik bir o'g'il bolani mashinadan ittirib tushirayotgandan keyin ketib qoladi. Uning hammasi yanala balaning apisining derigini ololmaydi. Shuning bilan balani o'zi beqib oladi. U bu balaning ismining o'lim jazosiga hukm qilingan dadasining ismi o'zgartirilganligini bayqaydi. Hukumat ta'minlagan hujjatga asoslanganda uning ism o'zgartishi o'zining talabiga asosan bo'lgan. Lekin u ayni chaqda amdili 4 oylik edi. Amaliyotda bu bala o'zining kechirmishiga qarata hech nimani bilmaydi. Bir qancha yildan keyin uning o'z onasi turmadan qo'yib berilgandan keyin u ondan ishning haqiqiy ahvolini biladi. Ba'zi statistika materiallari kishilarning qattiq azob uqubatlarini tafsiliy sharhlab berolmasa-mu, ammo Sharqiy Yevropada sovutlashtirishning terrorlik darajasini tushunishimizga yordam bera oladi. Paul Lendvayning Jahil Vengeriya nomli kitobi, ya'ni 1987 yildagi nashriyoti ta'minlagan tafsiliy materiallarga asoslanganda, ayni vaqtda Vengeriya nupusi 6 million ekan.
1950 yıldan 1953 yılgacha taxminan 387 ming odam hokimiyat düşmanları deb ayıplangan hamda turmaga tashlangan bo'lib, taxminan Vengriya nüfusining 5%dan ko'pragini egillagan. 1956 yılı Vengriya to'polonini bostirgandan keyin Sovet yo'lab chiqargan Kadar hokimiyati 2000 dan 4000gacha siyosiy dushmanlarni o'limga hukm qilgan. 1968 yildagi Praga bahorida Kommunistik partiya hokimiyati o'tmishni aslab o'tib, kishini hayron qoldiradigan sonlarni oshkorildi. 1951 yili Sovet ittifoqiga nisbatan bo'ysunadigan Chexoslovakiyada 100 mingdan ko'proq odam, ya'ni 6100 dan ko'proq diniy zot, rohib va rahbarlarni o'z ichiga oladi. Jazo lageriga qamalgan. Bunun bilan birga partiya ishidagi qonliq tozalashda 278 nafar yuqori darajalik partiya rahbariga o'lim jazosi berilgan. Polshada kommunistik partiya hukmronligiga qarshi harakatni bostirish 45 ming odamning o'lishini keltirib chiqargan. Arqadilla taxminan 5 ming odamga har turli siyosiy jinoyat bilan o'lim jazosi berilgan. Buningdan boshqa statistika qilg'il bo'lmaydigan sonlarni cho'qim qo'shish kerak. Bu sonlar oz deganda necha 10 mingga yetadi. Bu kishilar Sovet ittifoqi jazo lageriga qamalgandan keyin qaytib chiqolmagan. Polsha Kommunistik partiyasi hokimiyati mustaqil siyosiy kuchlarning barliq belga va simvollarini tal-to'kis yo'qotishni qaror qildi. Sovet ittifoqi maxfiy saqchi maslahatchisining aktiv yordamlashishida Polsha hokimiyati zo'ravonligining tig' uchini natsistlarga qarshi maxfiy tashkilotning hayot rahbarlariga qaratdi. Bo'libmi Ikkinchi Dünya urushidagi eng cho'ng maxfiy tashkilot avom armiyasining sobiq qo'mondoni va odatdagi ofitserlarga qaratdi. Ular inson qalbidan chiqqan qiyin qistoqlarga uchirdi hamda jon jahli bilan ochgan ochiq sotda natsistlarning sheriki degan bo'xtonni chapladi. Uzun mezgillik qiyin qistoqlarda ularni majburiy iqror qildirish uchun ba'zi kishilarning badaniga gizli kesilgan natsistlarning belgisi chaplandi va bu kishilarni jazo berilgan natsist urush jinoyatchilari bilan qasddan bir kameraga solab qo'ydi. Keng ko'lamlik planliq ilib berilgan zo'ravonlik harakati orqali kommunistik partiya rahbarlari yangi Sovet ittifoqicha hokim mutlaq tuzumini Sharqiy Yevropaga majburiy tangdi. Ular hozir mavjud bo'lib turgan ijtimoiy tashkilotlarni yo'qotib, yangi bir jamiyat va siyosiy tartibni qurib chiqdi. Ammo agar tashkillik terrorlik faoliyati hokim mutlaq tuzumining kundalik turmushdagi alayidligi deb qaralsa, undaqda cho'ng bir xatolik. Ammo mubodi bu tuzum barpo qilinsa, kundalik turmushdagi har qaysi taraflar umumyuzlik hamda qabiy byurokratlikni alayidlik qiladi. Ma'lum darajadan va ma'lum ma'nida ko'p xillashgan va demokratik g'arb allaridan kelgan ko'z qarashlari yuzaki kuzatchilar bu reallikni tushunolmaydi. Davomi bor.